13 yoshli Zaynab ismli qiz uchun 3 qoshiqli boks yig'amiz. 1, 2 va 3 qoshiqli boksimizdan tayyor. Endi konfetikalarning rangiga qarab konfetikalarni ochib chiqamiz. Bizda umumiy 7 ta rangli konfetikalar. Bu konfetikalarning ichidan nima chiqishi to'g'risi o'zimni ham qiziqtirib va o'ylantirib qo'ydi. Videoni oxirigacha ko'ring va boksga 10 dan necha ball berishingizni yozib keting. Birinchi bo'lib ranglarni ajratib olamiz va birin-ketin ochib chiqishni boshlaymiz. Birinchi konfetikimizdan ichidan shunaqa aroma hidli shamimiz chiqdi. Ikkinchi konfetik ichidan men bloknot kutayotgandim, lekin 6 xil rangda rangli ruchkalar chiqdi. Bu konfetika ichidan bo'lsa ikkita qog'oz chiqdi. Bittasi weekly planner, ya'ni haftalik planner va undan keyin bo'lsa juda ham chiroyli novinka stikerimiz. Agar sizda ham Zaynab ismli tanishingiz bo'lsa, hozir videoda atmetka qilib keting. Rosa ham kutayotgandim, bantikli shisha bokal chiqsa, boksimiz yanada chiroyli bo'lardi deb va nihoyat chiqdi va uni men boksga qo'shib qo'ydim. 3 qoshiqli boksimizdan bitishiga ozgina qoldi. Agar video yoqqan bo'lsa, hozir menga obuna bo'lib keting.